Keyingi milliy sertifikatga tushgan original savol, yaxshilab e'tibor berib turasizlar. Yana qayta tushishi mumkin. Yaxshilab o'qimaslaring buni tushunish ozgina qiyinroq. Qaranglar. Masala berilgan, malika bor, malika sotuvchi. U ikkita mahsulotni sotib oladi. Qayerdandir, misol uchun sotib oladi-da, uni ustiga narx qo'yadi. Do'konda narx qo'yadi-da, birinchi mahsulotni 5% chegirmada sotadi, ikkinchisini o'zi narxida sotadi. Misol uchun 100 ming narsaga olgan bo'lsa 120 ming qo'yib do'konga qo'yadi-da, 120 ming 5% ni sotadi. Endi o'sha birinchisidan sotgan foydasi 18% tashkil qiladi. Endi bizdan so'rayotgan narsa ikkinchisidan ko'rgan foydani so'rayapti. Ya'ni qanday? Yaxshilab ishlab beraman, qaranglar. Misol uchun birinchisidan mahsulot narxini 100 ming so'm qo'ygan do'konda, uni 5% chegirmada sotsa, uni qanchaga sotgan bo'ladi? 95 mingga sotgan bo'ladim. 100 mingda 95 mingga sotgan bo'ladim. Mana shundan ko'rgan foydasi 18% deb tashkil qiladi deyapti. Mana shuni 18% ni topsak bo'ladimi? 18% ni topsak ko'rgan foydasi kelib chiqadi, to'g'rimi? 0.18 ni ko'paytiramiz, deb chiqadi. 17.1 chiqadi, to'g'rimi? Endi bizani mana shu 95 mingdan demak 17.1 ni ayirsak nimani beradi? Nimasini beradi? Tan narxini beradimi? Demak, 95 dan 17.1 ni ayiramiz. Javob nima chiqib qoladi? 77.9 kelib chiqadimi? Endi bu tan narxi birinchisidan ko'rgan foydani so'ragan. Birinchisi narxi qancha? 100 mingga sotganmi? 100 mingdan ayirasizlar 77.9. Javob 22.1 ga tenglik kelib chiqadi. Like bosishni unutmanglar.